fasllar, mexanik fasllar dedik-ku. Bilasizlar, qattiq sinflarimiz egiladi, to'g'rimi? Cho'ziladi, buriladi, hokazo, to'g'rimi? Bu narsalar shunchalik bor. Endi qaylar. Hozir men tahlil o'tkazib beramiz birinchi. Qaylar. Mana bu ikkita burjni qo'ygan. Bir-biriga men ketma-ket. Bilasizlar? Mana buni orqali ikkita bo'lagan mana. Ipimiz bunda yo'q. Mana ip orqali bo'lagan mana. Bilasizlar? Ipdan mana bunga kelib tushib qo'yilgan. Keyin ikkita ipimiz bor mana. Bilasizlar? Ikkita bo'sh ip turibdi. Endi hozir ipni kesamiz. İpimizni bog'laymiz. Tursin bu. İpimiz mana ila turibdi-ku. Yaqinga kelib ko'rasizlar bo'lsa, mana. İpimiz ham qarang cho'zib turibdi. Keyin qarang. Bundan mana bunga bo'ylanganda yo'q, bundan ip qo'ygan. To'g'rimi yo'qmi? To'g'rimi? Hozir ipni ushlab ko'rsak, qarang o'rtada mana ipimiz, ha? Endi hozir mana ipimiz kesadigan bo'lsak, bu mana bunga bog'langan. Ha? Bu pastga tushadimi, tepaga ko'taradimi? Tepaga ko'taradi. Nima uchun? Pastga tushadi. Pastga tushadi. Bo'sh. Bu ham bo'sh. Bir kesadigan bo'lsak, bu ipga ilinadi, to'g'rimi? Pastga tushadi. Sabab ko'tarish sababi, tush sababi. Xo'sh, nima ko'taradi? Chunki unda ipiga solib tarang turgani yo'q. Kinosi kesganini ko'rsatarak turadi. Demak, bu pastga tushadi, to'g'rimi? Hozir bu bemalol turibdi. Buni kesganimizki, bu iplarga tushadi. Shuni hisobida pastga tushadi. Kesin tushdi. Kesin tushdi. Bo'limi? Tushadi dedik. Ko'tariladi, pastga tushadi, pastga tushadi. Pastga tushadi. Mana, diametr ko'rsatishni ham qaraymiz. Buni ko'rib turibsizlar. Mana necha turibdi hozir? 3,5 dan. 3,5 toshdi. 3,5 dan ekan, ha? 3,5. Bunimiz nechi? Burası 250 TL. Mana. Demak, mana buni qiymatini ham ko'rsak bo'ladi. Mana bizda hozir to'liq ma'lumot borki, mana. Ko'rasizlar? Xo'sh, nechinchi ko'rsatyapti? Yozib qo'y. Nechinchi ko'rsatyapti? 3,5. Bunimiz nechi? 250. Yoz. Ko'tarilishi sabab chunki Mana. buni kesgandan keyin Nima bo'ladi? Keling, gap keling. Keling. Ko'tariladi. Buni kesdim. Kesganimdan keyin mana bu ikki ilinib qoladi, ko'rasizlar? İpimiz bo'sh turibdi. Bu tarang bo'lgandan keyin cho'zib berib kelmaymi? 7-chi ma'noda. To'g'rimi? Buni bizda ilinib turibdi. Bunga buni isalgan bo'lsak, buni bizga bo'linib turgani uchun bu pastroqqa tushib pastga tushmaymi? To'g'rimi? Bu mana tarang turibdi. Bu ikkilar sog'liqli. Va qiymatlari ham o'zgarib ketmayapti. Xo'sh, pastga tushadi. Nima deysiz? Demak, pastga tushamaydi? Yo'q. Shundaymi? Bo'ldi. Kesamiz. Tayyormizmi? Ha. Yana pastga tushdi. Kesdik. Ushlab turibsizmi ikkinni? Tushib ketmasin. Tamam, kesin. Ikkita oyog'i o'tirmasin. Давай, давай. Yoz, qiymatini yoz. Yonboshdan. Nechida turibdi? Yo'q, buni biz yaqinda yondan yoz, yondan. Yondan. Bu necha keldi? 2. Bunimiz nechi? 100. Endi xalos deyman. Bu taksi bor qilganda, ha? Bu taksi yo'q bo'ladi. Bu aniq bo'linadi. Endi qaranglar. Hozir bu necha turibdi bu? 2 da. To'g'rimi? Bunimiz nechida? 100 da. Qo'y necha turadi? Mana sizga savolda. Mana bu baland binolarimiz bor-ku, etaj binolarimizni nima uchun qo'shlardan baland qilmaymiz, azanaqa tushmaymi? Beton qilib, ichiga balki almat bilan tiqib,
bir shunaqangilardan qilib o'zimizni naqadar bundan ko'ra bir arzon-arzonligini bo'ladi-ku, pina blokmi yo xom qishda qilib qo'ysak bo'lmaydi. Baland Ko'tarmaydi. Ha? Og'ir chiqarmaydi. Nima ko'tarilmaydi? Yog'ochlar. G'ishtlar. Mustaqil bo'lish kerak, baland turganga. Yo'q, g'ishtlar qattiq-ku. Sifatli yomg'ir yo'q. Ha, yomg'ir tegib taqib yaxshi shuvab qo'yamiz. Nima xosab va Nima uchun? Sabablar. Bilmadik sababni. Bilmayman. Sababi bilmaysizlar. bittaning ko'tarmaydi. Ko'tarilmaydi. Endi qarang, sizlarga savollar. Mana bu yerga bir kishi chiqaramiz. Unga 1 kilodan yukni oshirib qo'yaveramiz. Ha? 1 kilodan yukni qo'yib o'tiramiz. Kerak. Mana, qarab qarang. Mana bu demak o'sha baland binoni demak poydevorni qarab qilgan. Demak, bosh nimadan boshlaymiz endi? 10 kilo va 20 kilo boshlaymiz, to'g'rimi? 25 kilo yuk ko'tariladimi? Ko'tarilmaydi. Ko'tarilmaydi. 30 kilo qilsak-chi? Ha? 35 kilo qilsak? 40 kilo. 45. 50 kilogacha boradi. 50, to'g'rimi? 60 kilo qilsak-chi? Ko'tarilmaydi. 60 kilo ya. 65. 70. 85. 90. 95. 100. 75 ma'lum shahar ko'taradi. Yo'q, bittasi qaldimi? Oshira beradigan bo'lsak, nima qiladi bu? Oxiriga borib, ha? Biyamsib ketadi, to'g'rimi? Ko'tarilmaydi. Xuddi shunday qaranglar. Mana bu yer qolmishda qilgan vaqtimizda ham nima qiladi? Har bittasi o'zining mustaqil chegarasi bo'ladi. Borgan sen nima qilib beradi u? Ha? Yuk ortda bo'laveradi. Ya'ni o'shanga tushayotgan bosim nima qilib bo'laveradi? Ortda bo'laveradi. Chunki kuch boshib qo'yapti. To'g'rimi? Demak, u borgan sen ortda boshib bo'lavergandan keyin yezib ketadi. Ana shuning uchun ham ularda demak baland qilib qurishning imkoniyati yo'q. Tushunarlimi? Demak, qaranglar. Bironta jismni o'lchami va shaklini bag'ishlashimiz kerak bizlar o'zgartirishimiz kerakmi? Demak, o'zgargandan keyin nimaga uchraydi? Nimaga uchraydi? Deformatsiya. Deformatsiyaga uchraydi, to'g'rimi? Endi ayrim qismlar bor. Demak, buni siqamiz. Ha? Siqildimi? Qo'yamiz nima qiladi endi? Qaytib keladi joyiga, cho'zamiz. Cho'ziladi, qo'yamiz, qaytib keladi joyiga. Buraymiz, ha? Qo'yamiz, qaytib keladi. Burab siqamiz. Qo'yamiz joyiga qaytib keladi. Bilasizlarmi? Demak, deformatsiyaga uchrayapti, lekin joyiga qaytib kelyapti. Eng qizig'i, birorta xamirni to'yashgan olib chaynamizda qo'yib qo'yamiz yana. Joyiga qaytib keladimi? Yo'q. Xamirni olamiz dagani bosib, ilagan paytimizda qo'ysak, yana joyiga qaytib keladi. G'olib olamiz dagani yuziga qo'yib qo'yamiz. Qaytib keladi. Yo'q. Nimaga bularda demak burasak, qo'sak qaytib keladi? Bunda qaytib kelmaydi. Ular elastik deformatsiya. Quloqchamizni ham olasiz, joyiga qaytib keladi. Joyi qolib ketmaydi. Bu sabab Ikkiga bo'linadi. barakalla, deformatsiya ham ikkiga bo'linar ekan. Qanaqa? Elastik va plastik. Barakalla, elastik hamda plastik. Deformatsiya ikkiga bo'linar ekan. Ikkiga. Nechinchi? Elastik hamda plastik. Elastik jismlarni demak, uni cho'zib va bukib, burab, hokazo qilib qo'ygan bo'lsak, ma'lum darajada. Ha? Ma'lum darajada. Agar buni haddan ziyod cho'zib qo'ysam, ha, joyiga qaytib keladimi? Yo'q. To'g'rimi? Haddan ziyod buni buklasam, keladimi joyiga? Yo'q. To'g'rimi? Har birining o'zining nimasi bor ekan? Ma'lum bir chegarasi bor ekan. Tushunarli? Demak, endi qarasanglar, buni bizlar cho'zgan vaqtimizda ma'lum o'sha darajaga cho'ziladi, kuchimiz yetguncha, to'g'rimi? Uni qaytaradigan nimadir paydo bo'ladi-da. Nima paydo bo'ladi? Elastik kuchi, to'g'rimi? Demak, elastik kuchimiz formulasi nima edi? K delta R yoki delta X deb beriladi. Bilasizlar, biz delta X ga o'rganganmiz. Demak, F elastik barobar K
Yo'lda ikisiga. Tushunarli? Demak, qanchalik masofaga cho'zilishi uchun qanchalik nima kerak ekan? Kuch kerak ekan. Ana o'shani ifodaga proporsional koeffitsiyenti bu bikirlik deyiladi. Tushunarli? Bu o'sha bikirligimiz ham moddaning turiga, uning ko'ndani kesim yuzasiga hamda uzunligiga bog'liq bo'ladi. Tushunarli? Ya'ni bu mana demak K barobar Y S taqsim nimaga teng bo'ladi? L ga teng. Tushunarli? Endi qaranglar. Oddiygina lineykani bolamizda nima qilamiz buni? Bu kamiz qo'yaversak yana joyiga qaytib keladi. Eng qizig'ida mana bu bilan taxta olamiz-ku. Taxta. Ikkita tomon ildiramiz. Ustiga chiqib olib tursak nima qiladi u? Silkitar. Ko'tarib tursak-chi. Pasayasa. Barakalla. Birozgina egilib turadi. To'g'rimi? Oshirib boraversak-chi? Silkitar. Tushuntiradimi? Mana turnikka chiqqan vaqtda ham hadeb liqim qilaverasizlar, bilasizlarmi? Ehtiyot bo'linglar, sirib ketmasin deymiz. Agar sirib ketgandek bo'lsa ham bilasizlarmi qanday ishlasizlar? Ustiga demirchi. Haligi loyni olib yerga urasanki piqillashdi. Kimniki ovozi chiqar ekan deb. Ana shunday tushasizlar-da. Tushgan ta'birini. Tushunarlimi? Birodarlaringni barakalla.